Assalomu alaykum hammaga. Bugun Excel intensivining 2-sabog'i bo'lib o'tadi. Bu sabaqda bizlar formatlov keshigini izi, qo'shimchalarni o'rganamiz. Beramiz tekstda ham format yechik. Ya'ni iteratsiya, ya'ni 1 2 3 deb to'ldirib tashlov. Bunda ham harflarni iteratsiya qilishni o'rganamiz. Bundan keyin formulalar, ya'ni apoy arifmetik formulalar, minimum, maksimum, o'rtacha shuni aniqlovdigan ham boshqa formulalar o'rganishamiz. Filtrlar qo'yuvdi o'rganib olamiz. Endi praktikaga o'tsak. Hozir bu yerda bizlarga ma'lumotlar berilgan, ya'ni birlamchi ma'lumotlar. Bularni bizlar qayta ishlab chiqishimiz kerak, ya'ni tovar summalarini, bizlardan qancha ақша ketganligini, bir tovarning o'rtacha bahosin, bir tovarning maksimal bahosin, ham tovarlar orasida o'rtacha bahoni hisoblab chiqamiz bu yerda. Eng birinchi bizlar formatlovni termiz text degan zotni o'rganib olamiz. Hozir bu yerda tovar ko'lami ham bir tovar sanasi degan arasi qattiq ashib, biroq ma'noslari kichigrim. Ya'ni ko'lami ozg'intay. Bularni bizlar misol numeratsiyadan boshlab tovar summalar degan belgilab olamiz. Ham neki главная вкладкасының ішінде выравнивание панель инструментlerinde termiz text degan bor. So'an bassak termiz text qo'shildi. Endi bizlar deb kishida olamiz. Neki tovar degan kishi. Tovar ko'lami degan. Bir tovar sanasi deganda da kishida olamiz. Ham tovar summasini kishida qo'yamiz. Hamda birinchi qator deb ashintirib qo'yamiz. Bu şuyda aşın qarab qo'ysak bo'ldi. Endi shu ko'rinishga keldi. Endigi masala bu yerda numeratsiya birdan boshlanmog'i kerak deyilgan bizlarga bas harf latin alfabetining bas harfi A harfidan boshlab hamda 100 sondan boshlanishi kerak, ya'ni 101. Ham A 102 bo'lsa tartibda davom etib kerak degan. Ya'ni bizda A 101 102 jazib oldik. Ham Najerdagi akristik qara kristik bo'lgan yer, ya'ni jaslo 4-dan qasına kelamiz. Meniki najerdagi ham shu yerdan bosib, yigret bosib mishminan deb tomonga tartsak, meniki shu yerga akelsak A 115 ga tovarlarimiz bor ekan, ya'ni 15 tovar bor bu yerda. Bunda iteratsiya qaytib ishlash kerak ekan bilib oldik. Endigi masala qarindosh bahosini topish. Yani bir tovar sanasi degan bu yerda qarindosh 100 so'm degan ma'nosini bildiribdi. Biroq bizlarga so'm degan qo'shimcha qo'shib berishimiz kerak. Buni ishlash uchun tovarlar summasini belgilab olamiz, ya'ni bir summani. Ham bu yerda главное shunda число degan bor. Ya'ni instrument общий deganda bizlar денежный deganga qo'yamiz. Hozir rubl bo'lib qoldi. Rubldan bizlar o'zisi ya'ni so'mga aylantirishimiz kerak. Bu yerdagi денежный degan belgi bor. Shu yerda uning ishini bosib, другие финансовые форматы deganga qo'yamiz. Число десятичных знак degan o'tirdan keyingi sonlar. Bizlarga 0 bo'lma kerak emas hozir. Neki yo'qlab qo'ydik. Rublda endi bizlar so'mga aylantirib olishimiz kerak. Deb najerlarga kelsak, shu yerlarda so'm bo'lishi kerak. Neki sen o'zbekcha kirillitsada qo'ydi. Latin alfabetida da bor. Bizlarning faylimiz latin alfabetida yoziladi, so'mga qo'yamiz. Okeyda bosib yursak, neki 100 so'm, 75 so'm, 250 so'm. Endi buni o'rtaga qo'yib qo'yamiz. Endi bizlar 100 qarindosh 100 so'mdan kelgan bo'lsa, bir qarindoshning sanasi 100 so'm bo'lsa, 100 qarindoshning sanasi topishimiz kerak. Ya'ni 100 so'mda 100 to'pga ko'paytirishimiz kerak. Buning uchun bizlar formula yozishimiz kerak bo'ladi. Yerdan ko'paytirib chiqsa ham bo'ladi. Biroq formula yozib, barini birdan ishlaydi. 15 tovarning summasini birdan hisoblaydigan bo'lib istaymiz. Formula yozish uchun basta teng belgisi bosiladi. Teng belgisi bosildi degan formula yozib bosiladi degan ma'nosini bildiradi. 100 so'mga varamiz, 100 so'm üstüne basamiz, ya'ni D yechekasini ko'paytiramiz.
S2'ye çekesine, yani ştukka 100 kolemge. Enter'de bassak bu yerde 10.000 so'm deb o'zi chiqarib berdi. Bu yerde de so'mga aylantirib qo'ysak bo'ladi, ya'ni uzisi degan bu qisqartmasi. Endi buni deb tömenga deb tartib bersak, iteratsiya qilamiz. Xarakteristik ya'ni jasl 70 ga borib deb tartib bersak, общий summani hammasini hisoblab beradi. Endi bizlar umuman qancha ақша sarflaganimizni bilishimiz kerak. Umuman ақша qancha sarflaganimizni bilish uchun umuman deb qo'yib olamiz. Yana teng belgisini bosib, rus alfabetiga o'tib, sum deb yozib, tabni bosib yursak, formula chiqadi. Sum degan bari xos degan. Endi 10.000 so'mdan boshlab belgilaymiz, 30.000 so'mga chekamiz. Сөйтіп, enter knopkasini bosib yursak, 2.87.150 so'm chiqdi. Endi buni hisoblashning boshqa da yo'li bor. O'shib istayman. Alt teng. Latin, ya'ni angliyskiga o'tib olaman. Alt teng bossam, o'zi avtomatik hisoblab beradi. Enter bossam, yana 2.87.150 so'm. Yana de boshqa da yo'li bor. Bu Главная вкладкасында мына жердегі кнопка, яғни сумма белгісі. Басып жүрсек, бұл да соmmаны атқарады. Енді бізге керек болады минимал товар бағасы. Минимал товар бағасы, максимал tavар бағасы, ham o'rtacha tavар бағасы. O'rtacha tavар бағасы. Бұл жерге енді минимал tavар бағасына мына жерден әкеліп қойсақ болады формуланы. Неге автосумманы басқан жердегі, яғни альтеңнің қасында 3 мүшелігі бар. Соған басаман. Yani minimum degan tanlayman. Hozir bu bizga qancha zatni hisoblab ketdi. O'sha yerdan minimalni hisoblab berdi. Bu biroq bizlar uchun qancha bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bizda bir tovar sanasini hisoblashimiz kerak. Onun uchun bizlar tazdan kiritamiz, 100 so'mning üstüne bosib turib, mishkini shevjoni to'monga qarab tushiramiz. Ya'ni eng oxirgi tovarning bahosini chekamiz. Sonda bizda minimal tovar bahası şart. Yani minimal tovar bahası o'chirishning bahası 75 so'm. Endi maksimal tovar bahası. Maksimal tovar bahasini boshqacha qilib qo'ying. Teng deymiz. Ruscha alfabetiga o'tib olamiz. Max. Endi bu yerda yana 100 so'mdan boshlab 1500 so'mga дейін boramiz. Enter bossak 75.000 so'm. Bu 75.000 so'm bizlerin qog'ozimiz, ya'ni qog'oz bir pashka qog'oz. O'rtacha baho, bunun da 2 so'mga hisoblab ko'rik, teng deymiz. Sirri знать. Ya'ni среднее значение degan rus tilidagi so'zdan olingan. Qisqartmasi. Bunu da belgilab olamiz. Ham enter nuqtasini bossak 6295 so'm. Hammasi, ya'ni среднее значение degan bu o'rtacha bahoni tavuqda bарлығын qosib, ham sol tovarların sanına bölеді, ya'ni 15 ga bölеді. Bunda o'rtacha tovar bahasi chiqadi. Endi ikkinchi ko'rayotganimiz filtrlar. Filtrlar tizimida shunday ma'lumotlar berilgan bizlarga, uni filtrlab berdik. Videolarda bir ko'ringdik, ya'ni qalzi unumlarni, dana unumlarini bir ko'ringdik. Itok ham oxirida itok chiqarib berib qo'ydik mana. Itok chiqarishni oldin ko'rganimizdek, avtosummani bosishimiz mumkin. Bo'lmasa teng deb sum deb yozishimiz mumkin. Ham belgilaymiz. Ham eng tezi angliyskiy alfabetiga o'tib, alt tengni bosib. Endi 201 dana 201 kilogram sotilgan umuman o'yinlar. Endi bizlar mevalarda qalzi unumlarini bo'lib olishimiz uchun bizlar eng yuqoridagi shapkaga boramiz, barini belgilab olamiz. Mana bu yerda главная вкладкасының içinde sortirovka и filtr degan joy bor. So'g'an bosamiz, filtrni qo'yamiz.
filtrdi koyduk. Endi bu жерде bizler filtrde koygandan keyin pal önümleri, miyo önümleri, denomları filtrlep ала alamız. Bu жерде barını o'chirib tastaymiz. Aynen bizlerge tek meyveler gerek dep belgileymiz. Okey bassak tek qana meyveler çıkarıp berdi. Alma, armut, şiir, şagbal, çereşnya. Neçe kilogram satılganlar deyin. Endi bizlerge meyveler emas, bizlerge pal önümleri gerek. Okey. Buruş, kavun, garbuz, pomidor, geşir. Bularda ko'rib o'tira olamiz. Ya'ni endi hammasini ko'rsatib qo'ysak, okey. Chiqarib berdi. Endi aytishim mumkin, boshlig'ingiz aytuvi mumkin. Ma'gan eng ko'p satilgandan boshlab chiqarib berdi. Bu кезде satıldı degan filtrga bosamiz, ham sortirovka по возрастанию. Ya'ni eng minimaldan to'monga qaray tushiradi. Bo'lmasa sortirovka по убыванию. Ya'ni yutuq jo'xori chiqib ketdi, yutuq. Bu жерде eng ko'p satilgandan boshlab hisoblab berdi. Ya'ni eng ko'p satilgan shabdal ham eng az satilgan chereshne bo'lib chiqdi. Сөйтіп орнына қайтарып қоямыз. Итогымыз өзгеріп кетті. C15-тен C15-ге дейін болып қалды. Яғни тек бір өн көрсетіп қалды. Бұны қайтадан бір дұрыстап қоямыз. Alt-тен 200. Бүгінгі сабағымыз осынымен жұмақланады. Егер түсінбеген сұрауларыңыз, түсінбеген жерлеріңіз болса, кешкі уақытта прямой эфирде берсеңіз болады. Әммеге рахмет.